Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang, chunki bu video aynan siz uchun bo'lishi mumkin. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Kazan hamda Ufa shaharlariga promoy reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Haftada seshanba hamda juma kunlari bo'ladi. Toshkent avtovokzalining peron qismidan avtobus reyslarimiz jo'nab ketishadi. Avtobus reyslarimiz Vanxon rusumli bo'lib, Toshkent avtovokzali peron qismidan 15 hamda 16 raqamlar ostida joylashgan bo'ladi. Buning uchun biletlarni qayerdan xarid qilaman degan savollaringiz bo'lsa, hoziroq ekrandagi nomerlarga murojaat qilib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Masofadan turib ham joyingizni bron qilib qo'yish imkoniyatlari mavjud. Haftada seshanba, juma kunlari bo'ladi. Biz sizni Toshkent avtovokzalida kutib qolamiz. Toshkent avtovokzalining 2-qavatida xalqaro yo'nalishlarimiz bo'yicha ofis hamda kassalarimiz ham mavjud. Qadrli yurtdoshlar, Kazanga ketadigan tanishlarga videoni jo'natib qo'yamiz. Ha aytgancha Kazan shahriga hozirgi kunda katta chegirmalarimiz mavjud. 615 ming so'm evaziga yetib olasiz. Ufa shahriga esa 515 ming so'mga. Videoni hoziroq tanishlarga tarqatib qo'yamiz.